Assalomu alaykum qadrdonlar, ixtironi zo'rni sizlarga yasab qo'yganman. Pechkani bitta tomosha qilinglar-da. Mana ko'rishinglar mumkin. Kechagi pechkada hamma kommentariyada hidi chiqib ketadimi, svit uchsa qanaqa yonadi degan savol bergandi. Bugun yanada yangisini olib kelganman. Mana hozir kelsam haqiqatan ham uyda svit yo'q ekan. Mana hozir qo'shilmagan holatida buni tortishini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli tortyapti, zvuki ham. Ana endi tomchini ko'ringlar. Mana faqat hid bo'lishi mumkin. Mana shunaqa mayda-mayda tomchilayapti. Bu uyga umuman chiqmaydi. Mana bachoqlarini ko'ryapsizlarmi? Rezinkalar qo'yilgan. Mana yopgandan keyin hech qanaqa hid o'g'or bermaydi. 100% mana ko'ryapsizlarmi? Tortishi zo'r. Mana bu garilka. Xullas, men bu narsani ertaga kerak bo'lmasa qozon, o'choq hamma joyga qo'ysanglar bo'ladi. 30 sm gacha bemalol olov yoqib bera oladi. Kimga mana shunaqa ekonomichniy, sifatli atrobotka pechkalar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Narxi 1.200.000 so'm. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga chiqarib beramiz. Dastavka o'zlaringdan bo'ladi. Mana yoqqan bo'lsa, bitta like, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Mana juda ham chiroyli, baquvvat, akkuratni yasalgan. Mana xullas maza qilib ishlatasizlar. Umuman o'tinni o'ylamaysizlar. 1 litr atrobotka 4.000-5.000 so'm. Mana shu holatida buni rasxodi, xo'sh 1 soatda 3 litrga, 1 litri 3 soatga yetib beradi.